Jivamrit tabiatning hayotbaxsh ozuqasi. Dehqonchilikda hosilni ko'paytirish va tuproqni sog'lom saqlashning eng oson yo'llaridan biri bu jivamrit. U ekinlarga tez ta'sir qiladi, kimyoviy o'g'itlarga qaramlikni kamaytiradi va xarajatni ancha tejaydi. Jivamrit o'zi nima? Sanskrit tilida jivan hayot, amrit shira yoki ne'mat degani. Ya'ni jivamrit tuproqqa hayot beruvchi tabiiy o'g'it. U nol xarajatli tabiiy dehqonchilik tizimida keng qo'llaniladi. Jivamrit fermada oson topiladigan tarkibiy qismlardan tayyorlanadigan suyuq bio o'g'itdir. Uni tayyorlashda asosan dalaning turli qismlaridan olingan bir belkurak miqdoriga teng tuproq, suv, qand lavlagi shirasi yoki shakar, dukkakli ekinlar uni, yangi mol go'ngi va peshobidan foydalaniladi. Bilamiz, tuproqda ekinlar uchun zaruriy bo'lgan ko'plab mikroorganizmlar mavjud. E'tiborlisi, har bir dalaning tuprog'i o'ziga xos hisoblanadi. Ular boshqasini takrorlamaydigan, alohida xususiyatga ega bo'lgan mikroorganizmlarni o'zida jamlagan. Qand lavlagi shirasi yoki shakar ushbu mikroorganizmlarning o'sishini rag'batlantiradi. Dukkakli ekinlar uni mazkur bio o'g'itni oqsil va azot bilan boyitadi. Mol go'ngi ozuqa moddalar manbaidir. Peshobi esa azotga va o'sishni rag'batlantiruvchi moddalarga boy. Shu bois ham jivamrit juda samarali hisoblanadi. Xo'sh, u qanday tayyorlanadi? Sharoitga qarab 50 yoki 200 litrgacha suv solingan katta idishga dastlab tuproq va qolgan barcha masalliqlarni solib aralashtirasiz. So'ng idishni soyaga qo'yib, 7 kun davomida vaqti bilan, asosan ertalab va kechqurunlari aralashtirib turasiz. Shundan so'ng jivamritni dalaga qo'yish yoki ekin barglariga purkash mumkin bo'ladi. Uni yil davomida belgilangan ko'rsatkichlar asosida qo'llab borilsa, tuproqdagi foydali mikroorganizmlarni ko'paytiradi, hosildorlikni oshirib, ekinlar sifatini yaxshilaydi, o'zidan kimyoviy zarar qoldirmaydi, tuproqni sog'lom saqlaydi. Eng asosiysi, uni tayyorlashda ortiqcha xarajatga mutlaqo hojat yo'q. Shu o'rinda muhim eslatma: agarda mol go'ngi va peshobi topilmasa, o'sha dalaning o'zidan olingan tuproq, suv va qand lavlagi shirasi yoki bir kosa shakar aralashmasining o'zi bilan ham mazkur bio o'g'itni tayyorlash hamda undan foydalanish mumkin. Tuproq unumdorligini oshirishda Bokashi texnologiyasi ham samarali hisoblanadi. Jivamritdan farqli jihati shundaki, ortiqcha xarajatdan tashqari vaqtingizni ham tejaydi. Buning uchun do'konda sotiladigan sifatli, qimmatbaho va turli mikroorganizmlarni o'zida jamlagan biror bir bio o'g'itdan juda kam miqdorda xarid qilishning o'zi kifoya. Uni jivamrit tayyorlashda ishlatiladigan qorishmalar yoki faqatgina suv, tuproq, shakar solingan katta idishga oz-ozdan qo'shib, yaxshilab aralashtirilganda suvda foydali mikroorganizmlar bir necha barobarga ko'payadi va undan tayyor massa olinadi. Ushbu aralashmadan belgilangan ko'rsatkichlar asosida foydalanilganda tuproq unumdorligini oshirib, foydali mikroorganizmlarni jivamrit singari ko'paytiradi. Ma'lumki, bugungi kunda o'g'itlar qimmatlashib, tuproq unumdorligi kamaymoqda. Bunday yondashuvlar esa ayni vaziyatda oddiy, tejamkor va xavfsiz yechimdir. U kichik fermerlarga ham, katta xo'jaliklarga ham foyda keltiradi.